Bugun shunchaki kimchi tayyorlaymiz. Yaxshilab eshiting, chimchi emas, kimchi. Va yonimda hozir Yahyo aka turibdilar, o'z ishining ustasi va mana shu kimchini ozgina tarixiga yuzlanamiz va tayyorlanish jarayonini o'zlari hozir ketma-ketlikda ko'rsatib beradilar. Yahyo aka, sizmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'p, bizda nima masalliqlar bor? Shuni aytsangiz. Bizda demak, Pekin karami, taxminan bu 3 kilo, hamda oq turib daykon, sabzi, olma, piyoz, zanjabil, sarimsoq, demak, bu yerda shakar oddiy shakar ishlatsa ham bo'ladi. Bu yerda jigarrang shakar tanladik biz. Qalampir 2 xil, bu achchiq va shirin, baliq sousi, bu yerda bizda guruch uni va tuz. Bu yerda jusay, koreyslar yom deyishadi buni va ko'k piyoz. Yahyo aka, birinchi nimadan boshlaymiz? Birinchi karomni to'rga bo'lib olamiz va unga tuz sepib chiqamiz. O'zi tuzda turib, ozgina suvlari chiqib, karomimizni yetilib olish kerak. Xo'p. Birinchi bo'lib karomni to'rga bo'lib olamiz. Keyin bo'lingan karomni suvga botirib olamiz. Chavg'organimizdan keyin bunga biz bay oralariga tuz sepib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, tuzni pastki bardan sepish boshlaymiz. Bu oxirroq qalinroq bo'lgani uchun tuzni o'tga ko'proq sepamiz. Keyin bu qancha vaqt turishi kerak shunda, Yahyo aka? Tuzlangandan keyin? Bu demak, tuz har bittasini tuzlab shunaqa idishga solib qo'yganimizdan keyin idishga solamiz. Ust-muz qo'yganimizdan keyin taxminan har 1 soat boshqa shunaqa idishga yuqoridan sekin pastga, pastdan yuqoriga qo'yib, ichida o'zgani suv chiqadi. Suvini ustidan quyib, taxminan shunaqa 4 soat yoki 5 soat tuzlab qo'ysak bo'ladi. Tuzlagandan keyin bu karom o'zidan suvlarini chiqarib, yumshab oladi. Ya'ni bizani ishlashimizga qulay holatga keladi. Bizda hozir tayyor tuzlab qo'yganimiz bor, ishlashimizga tayyor. Demak, biz tuzlab qo'yganimiz mana yumshagan. Hozir buni olib, chayib suvlari chiqish uchun idishga solib qo'yamiz va har bitta bo'lagimizni shuna qilib chayib quritib qo'yishimiz kerak bo'ladi biroz vaqt. Qancha vaqt turish kerak shunda? 15-20 minut. 15-20 minut yetadi. U vaqtda biz boshqa qolgan masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Necha bu ham biz uchun tayyor bo'lib qoladi. Karomimiz suvi shilg'iguncha biz guruch undan sousga kerakli bo'lgan maxsus bo'tqani tayyorlab olamiz. Bizga hozir bunga nima kerak shunda hozir? Bizga demak hozir 1,5 litr, bizning holatda 1,5 litr suv, guruch uni va shakar. Xo'p. Birinchi suv solamiz. Birinchi suv solamiz. Hammasini solamiz. Hammasini solamiz. Bu jigarrang shakar-ku, oq shakar ham ishlatsa bo'ladimi shunda? Oq shakar solsangiz ham bo'ladi. Demak, guruch unni soldik. Uni aralashtirib yuboramiz. Xo'p, bu aralashmani gazga qo'yganimizda necha daqiqa turish kerak bu o'rtacha? Taxminan 5 minut quyulash boshlashini kutamiz. Ozgina quyulashib olgandan keyin shakarni solamiz. Endi tasavvur qilsak, bu qaynash boshlash jarayoniga o'xshash. Qaynab o'tib ham ketish kerak emas, lekin quyulashidan ko'rinadi. Hozir ko'rsatamiz. Buni aralashtirib ham turish kerakmi shuni tepasida tayyorlayotgan paytda? Yo'q, gazga qo'yib qo'yganda o'zi tayyor bo'ladi. Baribir nazorat ostida ushlab turib qarab turishingiz kerak. Tushunarli. Tayyorlash jarayonida iloji boricha olov juda baland bo'lib ketmasin, o'rtacha olovda vaqt bilan aralashtirib turasizlar. Xo'p, ko'rinishdan quyulashdi menimcha, to'g'rimi? Quyulash bo'ldi, deyarli tayyor. Shakar solsa ham bo'ladi. Joyda sovuramiz, a? Joyda sovuramiz. Mana. Rahmat. Aralashtirishni davom ettiramiz. Shakar erib olishi bilan tagini o'chirib qo'ysak ham bo'ladi.
Keyini o'chirganingizdan keyin bu sovib turadi bungacha. Boshqa masalliqlarni tayyorlab turamiz. Hop, endi nimani davom ettiramiz endi? Endi bizda hozir koreyskiy terka maxsus. Agar bu narsa bo'lmasa, chiqsa yo'q, pichoqda ingichka qilib to'rab olamiz. Demak, daykondan boshlasak ham bo'ladi. Bu masalada boshqa masalaga to'g'ri kelmaydi, lekin Ya'ni bu sabzini masalan solmasa ham bo'ladi, lekin oq turib solish kerak. Bozorda bemalol olsak bo'ladi. Endi navbat sabziga. endi hozir siz qizil sabzi ishlatyapsiz-ku, sarı sabzi lekin to'g'ri kelmaydi. Albatta qizil bo'lishi shart, lekin Iloji bo'lsa qizil, nobodda, lekin sabzi bo'lmasa, sabzi solmasa ham bo'ladi. Sabzi lekin o'zgacha ta'm beradi. Demoqchi bo'lgani, agar sarı bo'lib qolsa ta'mini buzib qo'yadimi, yo'qmi degan ma'noda. Yo'q, uni endi sinab ko'rmagan ekanman. Odatda qizil solinadi. Xo'p. Biz hozir bu terkadan chiqarganimizda mana shunaqa ko'rinish keldi. Ya'ni sizlar shunaqa pichoqda to'rasanglar ham bo'ladi. Olmani ham xuddi shunaqa chiqarib olamiz yoki to'rab olamiz. Hop, o'zi bu kimchini ozgina tarixiga yuzlansak, buni o'zi qanaqa tarixi bor? O'zi koreyskiy degan so'zdan ishlatdingiz, o'zi rostdan ham Koreyada paydo bo'lganmi o'zi? Haqiqatan ham bu juda qadimgi koreyslarni salati desak ham bo'ladi. Har bir taomga yonida bo'lishi kerak bo'lgan bitta garnir desa bo'ladimi? Shunaqa o'zgacha bir salat. Tarixiga keladigan bo'lsak, haqiqatda juda ham qadimgi va aslida kimchini retseptlari ham juda ko'p. Bizda holatda Pekin karamini tayyorlaymiz, bir xil faqat oq turibdan tayyorlaydi. Boshqa uslublari ham bor va retseptlar har xil. Endi nimaga o'tamiz endi, Yahyo aka? Biz endi jusay bilan ko'k piyozni to'g'rashga o'tamiz. Buni juda ham mayda qilish shart emas ekanda, jusayni. Shunaqa yirik qilsa ham bo'ladi, undan ham mayda qilsa bo'ladi. Piyozni ham maydaroq, yirikroq to'g'rasa bo'ladi har xil. Xo'p, endi yana nima qoldi bizda? Endi jarayonimizda shu zanjabil, sarimsoq, piyozni maydalab olishimiz kerak. Chopperda maydalasak ham bo'ladi, yoki go'sht maydalagich мясорубкаdan chiqarsa ham bo'ladi. Tayyor qilib u pyureni bunga qo'shamiz. Demak, pyuremiz tayyor bo'ldi. Biz hozir buni ichiga ribni sous qo'shib yuboramiz, baliq sousini. Qalampir, achchiq shirin qalampir. Va yana bitta narsani bizni ko'rayotganlarga aytib o'tishimiz mumkin. Buni grammlarini biz описаниеda yozib qoldiramiz va o'sha qancha gramm, qancha miqdorda kerakligini bilib olsanglar bo'ladi. Bu endi kimchi, bu endi juda achchiq salat emasmi? Hamma ham yeyolmaydimi? Biz achchiqlik darajasini sal kamaytirdik, sabab ko'rgan bo'lsanglar, sariq kechasizlar. Achchiq qalampirga shirin qalampir qo'shib soldik. Masalan, juda achchiq yaxshi ko'rganlar hammasiga shirin o'rniga achchiq qalampir so'rashligi ham mumkin. Bizning bu bo'tqamiz ham sovida. Buni qo'shib aralashtirib olsak ham bo'ladi. Bunga so'ramiz. Hozir to'g'rimi? Birinchi solib bitta aralashtirib olamiz, keyin asosiy bu yerda ingrediyentlarga qo'shib olamiz. Qolgan ingrediyentlarni ham
bilan ustiga unga solamiz, to'g'rimi? sovuramiz va aralashtiramiz. Bu aralashtirishga bunda qiyin bo'lmaydimi? Qo'lda aralashtiramiz. Ha, qo'lda aralashtiramiz. Boshda bu, qolgani qo'lda. Chunki asosiy ishimiz qolgani endi qo'lda bo'ladi. Keyin bu salatimizni barcha yoshdagilar ham iste'mol qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Yoki yosh miqdori bormi? Barcha yoshdagilar iste'mol qilsa bo'ladi. Deylik, yosh bolalar ham yeyoladi, to'g'rimi? Endi achchig'i yeyolsa, endi yosh endi men bir odam bilaman, 4 yosh, lekin juda ham yaxshi ko'rib yeydi. Ha. Tushunarli. Masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu aralashtirgandan keyin qanchadir vaqt turish shart emas, to'g'rimi? Yo'q, aralashtirib bo'lgandan keyin karomga suramiz. Keyin fermentatsiya bo'lishini kutamiz. Tavsiya etaman qo'lqop taqolishinglarni, chunki bu achchiq. Keyinchalik qo'lingiz qizishi mumkin. Bu qishda zo'r ekanda-ya. Qo'lingiz issiqqina turar ekan agar ko'zingizni qichib yuborsangiz, unisi xavfli. Sizda ham holat bo'lganmi, Yahyo aka? Bo'lgan. Ha? Xayol bilan ko'zni Bo'lgan. perchatkada bo'lib turib ham Bo'lgan. Yoshlikda ham bo'lgan. ko'zingizga qilib yuborganingiz. Bu necha yildan beri o'zi bu sohadasiz, Yahyo aka? Kimchini birinchi yeb ko'rganimga 15 yil bo'ldi shekilli. Boshida uncha mazasini tushunmaganman, keyin rosa yaxshi ko'rib qolganman. Keyin bir odam shu retseptni o'rgatganlar. Professional darajada, ya'ni ishlab chiqarishda boshlaganimizga mana 9 yil bo'ldi. Bo'tqamiz Tayyor. Sous, ya'ni aralashmamiz tayyor. Xo'p. Hozir endi karomni olib, har bittasini bayni orasiga surtib chiqamiz. Xo'p. Keyin bu surtib chiqilgandan keyin qancha vaqt turish kerak o'zi, Yahyo aka, o'zi o'rtacha? Fermentatsiyasi yaxshiroq bo'lishi uchun taxminan xona haroratida 10 soat, 12 soat ham yetadi. Lekin bu turgan sari fermentatsiyasi fermentatsiya o'tgan sari probiotiklar ichida prebiotiklari, boshqa foydali narsalari ko'payib boradi. Ya'ni foyda jihatlari yana ham ortib boradi. Shuning uchun endi bir kun turish kerakmi shunda? Bir kunda Zo'r holatga keladi. zo'r holatga keladi. Qolgani keyin albatta xolodilnikka qo'yib qo'yiladi. Xolodilnikda turishi kerak. To'g'risini aytsam, o'zimga ham bir yengillik bo'pti bu kimchi salati. Tayyorlanish jarayoni gapirmasa ham bo'ladi. Hozir fermentatsiya bo'lmagan bo'lsa ham yeb ko'rsa bo'ladi. Bu ham ta'mi o'zgacha. Faqat hali karomlari bizani spetsiya ziravorlarimizni shimmagan bo'ladi-da. Shunisi bor. Shuning uchun vaqt kerak bo'ladi, to'g'rimi? Biroz vaqt kerak, lekin shunda ham mazasi zo'r bo'ladi. Hop, Yahyo aka, endi nima jarayon qoldi? Nimaga bu ikkita narsa turibdi bu yerda? Ya'ni hozir buni konteynerga solamiz. Konteynerda bir kun 12 soat turadi, keyin xolodilnikka solib qo'yamiz. Iloji bo'lsa, ustiga taryolkami, shunga o'xshash narsa bosib qo'ysa, hali soklari chiqadi. Soklari yuqoriroqda turgani yaxshi. Oilaga hidi, lekin boshqacha bo'lar ekan. Mana hozir endi fermentatsiya jarayoni boshlandi. Marinovka deymizmi? Bir-biriga o'tish bo'lyapti-da, to'g'rimi? Gap yo'q lekin. Endi qarang, bu 12 soat xona haroratida turish kerak. Undan keyingina xolodilnikka muzlatgichga qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Sovutgichga qo'yamiz. Endi qarang, agar taryelka yoki bo'lmasam shunga mos narsa bo'lmasa, strech bilan yopsa ham bo'ladimi? Yo, u strech bilan ham o'z qopqog'i yoki strech bilan yopishingiz kerak, lekin nimadir ezib qo'yishga taryelkami nimadir bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Taryelka bo'lib, ustiga nimadir ozgina bosim bo'lib turishi. Bosim bo'lsa, sal yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Shahbozbek, kimchimiz tayyor. 12 soatdan keyin bemalol iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Shu turish kerak. 12 soat. Agarda Yahyo akamning kimchilarini sizlar ham tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunaqa tayyor holatda sizlarga boradi, zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Yahyo aka, alohida rahmat, sog' salomat bo'ling. Hamda kimchilaringizni ko'z tegmasin. Rahmat. Korzinka do'konlaridan xarid qilsanglar ham bo'ladi.